Hamyurtlarimiz orasida prostata muammolaridan aziyat chekayotgan kishilar uchun faqat va'da emas, aniq natija beradigan, shuningdek, prostata muammolariga 100% yechim bo'la oladigan Prostamix mahsulotini tavsiya etamiz. Prostata shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik kabi muammolarni endilikda siz bu sohada uzoq yillik tajribaga va 200 mingdan ortiq mijoz ishonchiga ega bo'lgan turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan hal qilishingiz mumkin. Buning uchun esa siz 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Eronda o't ochishni to'xtatish muddatini uzaytirish bo'yicha umid paydo bo'ldi. Reuters axborot agentligining xabar berishicha, Erondagi o't ochishni to'xtatish rejimi 21-apreldagi muddati tugagach, yana 2 haftaga uzaytirilishi mumkin. Reutersga ko'ra, 15-aprel kuni Eronga Asim Munir, bosh shtab boshlig'i va ichki ishlar vaziri boshchiligidagi Pokiston delegatsiyasi yetib kelgan. Ular Amerika Qo'shma Shtatlaridan qandaydir xabar olib kelgan va muzokaralarning ikkinchi bosqichini muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga Livan ommaviy axborot vositalari tunda Isroil va Hizbulloh guruhi o'rtasida bir haftalik o't ochishni to'xtatish e'lon qilinishi haqida xabar tarqatdi. Reutersning taxminiga ko'ra, bu har ikki tomon uchun ham yangi to'qnashuvga tayyorgarlik uchun juda yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Agar ushbu kelishuv amalga oshadigan bo'lsa, ya'ni Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari o'q ochishni to'xtatishni yana 2 haftaga uzaytirishga erishsa, bu bitim 5-may kuniga qadar amal qiladi. Tabiiyki, shu kungacha tomonlar yangi qurolli to'qnashuvga puxta tayyorgarlik ko'rib oladi. Endi Xitoyni Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Eron bo'yicha qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor qilganiga oid xabarga o'tamiz. Wall Street Journal'ga ko'ra, Donald Trump Si Zinpin Eronga qurol yetkazib berish haqidagi ma'lumotlarni rad etganini bildirgan. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Xitoy rahbari Si Zinpindan maktub olganini ma'lum qilgan. Si Zinpin esa Trumpga javoban Pekinni Tehronga hech qanday qurol bermaganini bildirgan. Avvalroq CNN agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari razvedka ma'lumotlariga tayanib, Pekin Eronga havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborishni rejalashtirayotganini xabar qilgan edi. Pekinda esa bu xabarlar uydirma sifatida rad etildi. Trump bundan oldin, agar Tehronga harbiy yordam haqidagi ma'lumotlar tasdiqlansa, Xitoyni juda katta muammolar kutayotgani haqida ogohlantirgan edi. Eshitmaganlar uchun eslatma: Donald Trump Erondan keyin yoki Eron bilan bir vaqtda Kubaga qarshi harbiy operatsiya boshlashni rejalashtirmoqda. USA Today agentligining xabar qilishicha, agar Trump buyruq bersa, Pentagon shu zahotiyoq Kubaga qarshi operatsiya uchun harbiy tayyorgarlik boshlaydi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar esa xabaringiz bor, 2026-yilning boshida yomonlashdi. Bunga Trump ma'muriyatini Kubaga neft yetkazib berishni cheklagani sabab bo'lgan. Endi Pentagon notasi Pete Hegsethga impeachment e'lon qilish uchun boshlangan harakatga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Axios agentligining axborotiga ko'ra, demokratlar Qo'shma Shtatlar urush vaziri Pete Hegsethga nisbatan impeachment rezolyutsiyasini Kongressga kiritishni rejalashtirmoqda. Axiosga ko'ra, Pentagon rahbarini demokratlar quyidagi 6 band bo'yicha ayblamoqchi. Eronga qarshi sanksiyalanmagan, aniqrog'i ruxsat etilmagan urush, harbiy mojarolar qonunlarini buzish va tinch aholiga zarba berish, maxfiy harbiy ma'lumotlar bilan beparvo munosabatda bo'lish, Kongress nazoratiga to'sqinlik qilish, o'z vakolatini suiiste'mol qilish va qurolli kuchlarni siyosiylashtirish, Amerika Qo'shma Shtatlari va uni harbiylari nufuziga zarar yetkazuvchi harakatlarni amalga oshirish. Axiosning yozishicha, ushbu qonun loyihasining Kongressdan o'tish ehtimoli juda past. Biroq bu demokratlar hozirgi Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyatida Hegsethni asosiy nishonga aylantirganini navbatdagi belgisi sanaladi. Qisqa qilib aytganda, Amerika Qo'shma Shtatlari Senati demokratlarni Erondagi urushni to'xtatish haqidagi taklifiga qarshi ikkinchi bor ovoz bergani sabab demokratlar Eronga qarshi urushga nuqta qo'yish uchun urush vaziri Pete Hegsethni yo'ldan olib tashlash kerak deb hisoblamoqda.
Eslatib o'tamiz, Al Jazeera telekanalining xabar berishicha, Eron o'zini barcha neft kimyo mahsulotlari eksportini to'xtatdi. Al Jazeera'ning ta'kidlashicha, ushbu qaror Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil tomonidan neft kimyo zavodlariga qilingan hujumlar hamda mojaro natijasida yetkazilgan zarar sabab qabul qilingan. Bir so'z bilan aytganda, Qo'shma Shtatlar va Isroilning Eronga hujumlari Tehron bilan birgalikda G'arb davlatlari sanoatiga va iqtisodiyotiga ham jiddiy talofat bermoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.